Karmik oilalarning belgilari. Karma zanjiri bo'yicha ajdodlardan kelayotgan karma natijasida juftlashgan oilalar doimiy ravishda stressda, doimiy ravishda muammolar ongida, muammolar ichida yashaydi. Bir-birini ayblash orqali yashaydi, ya'ni muammo yuzaga kelganda karma oilalarida yashaydigan juftliklar bir-birini doimiy ravishda ayblaydi. Ya'ni oilada farzandda oddiy kasallikka uchraganda ham bunga kim aybdorligi haqida bosh qotirishadi. Va doimiy ravishda eng muhim belgisi karmik juftlashgan oilalarda kasalliklar bo'ladi. Va daromadning asosiy qismi ham mana shunaqa xarajatlarga ketadi-da, ya'ni ular hayot bilan kurashish ongida yashaydi. O'zingizni oilangizni endi hozir his qiling, oilangizni muammolariga qarang. Bu qachondan beri bor va siz yashab o'tayotgan muammolarni ota-onangiz ham yashab o'tganmi? Bolaligingizni eslab ko'ring, xotirlang yoki turmush o'rtog'ingizni